nomidan kelgan. Namozlarga ko'pincha forscha niyat qilamiz. O'zbekcha yoki arabcha tilda niyat qilinadimi? Qaysi biri to'g'ri bo'ladi debdi. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Demak, namozlarda niyat qilishlik, namozni niyat qilishligi namozni farzlaridan biri hisoblanadi. Ya'ni kishi qaysi namozni o'qiyotganligini ichidan, qalbidan niyat qilishligi namozning demak farzlaridan biri hisoblanadi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom Hazrati Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda innamal a'malu binniyat deganlar. Albatta amallar niyatlarga bog'liqdir. Niyat qilsangiz amalingiz durust bo'ladi. Niyat qilmasangiz amalingiz durust bo'lmaydi. Chunki qancha solih amallar, yaxshi amallar bo'lib ko'rinib qilinishi mumkin, lekin niyat durust bo'lmaganligi tufayli u amal oxir oqibatda foydasiz amalga aylanib qolishi mumkin. Shuning uchun niyat hamma amalda, xususan namozda farzlaridan biri hisoblanadi. Endi ana shu niyatni tilda aytishlik mustahab amallardan hisoblanadi. Endi buni qaysi tilda aytishlik insonning ixtiyori. Tili bilan nimani deyotganligini his qilsa bo'ldi. Forscha aytadimi, arabcha aytadimi, o'zbekcha aytadimi yoki o'zi biladigan boshqa bir tilda aytadimi yoki har bir tilda gaplashuvchi kishi o'zini tilida aytadimi, o'sha aytgan tilida bevosita o'zi tushunadigan ma'noda niyat qilsa, demak u niyati durust bo'ladi. Tili bilan aytishligi mustahab amal bo'ladi. Ammo niyatga bog'liq ba'zi bir masalalarni aytib qo'yish kerak bo'ladi. U ham bo'lsa, demak farz amalni qaysi farz ekanligini tayinlab qo'yishlik farz. Ya'ni bir odam niyat qildim, farz namozini o'qishga dedi. Bu qaysi farz? Peshinni farzimi, shomni farzimi, xuftonni farzimi aytib qo'yishlik kerak. Xuftonni deb qo'yish kerak. Rakatini aytish shart emas. Farz namozlar uchun rakat shart emas. Ya'ni men xufton namozini farzini o'qishga niyat qildim desa, namozi durust bo'ladi. 4 rakatlik xufton namozini farzini o'qishlikni niyat qildim deb 4 rakatligini tayin qilsa yaxshi, lekin faqat xuftonni farzini deb niyat qilib qo'ysa, o'sha ham namozi durust bo'laveradi. Endi hozirgi paytda masjidga kech qolgan odam niyat qilishga ba'zida kechikadi. Ya'ni qarasa odamlar jamoat boshlab qo'yadi, yugurib kelib, quloqini qoqib Allohu akbar deb namozga kiradi. O'yidan bomdodga deb niyat qilib chiqishligi uning uchun niyat hisoblanadi. Chunki u ertalab ko'chaga niyat qilib, o'yidan tahoratini olib masjidga qarab yurgan odam hech qachon peshin deb niyat qilib chiqmaydi. Bomdodga deb chiqadi u. Peshinga kelayotgan odam asrga deb niyat qilmaydi. Peshinga deb o'ydan chiqadi. Masjidga olib boruvchi omil qalbidagi niyati, demak qaysi namoz bo'lsa, o'sha namozni niyat qilib chiqqanligi, borib tilida aytmasdan ham qo'shilib, shoshilganda qo'shilib olganligi uning namozini durust qiladigan amallardan hisoblanadi. Vallohu a'lam bissavob.